Andijonda xotin-qizlarning innovatsion g'oyalarini ro'yobga chiqarish, biznesda yangi imkoniyatlar yaratish maqsadida Innowoman Week 2025 haftaligi start oldi. Andijon davlat texnika institutida o'tgan forumda tadbirkorlar va ixtirochi ayollar, turli sohalar mutaxassislari hamda talabalar ishtirok etishdi. Uchrashuvda ayollar faolligini qo'llab-quvvatlash, ularning innovatsion g'oyalarini amalga oshirish bo'yicha muhim tavsiyalar berildi. Aytish mumkinki, ayol biznes innovatsiya nomli seminar va yangi O'zbekistonning tadbirkor ayollari forumi bugungi kunda xotin-qizlarimizning yangi g'oyalar bilan mamlakat ravnaqiga qo'shayotgan hissasini namoyon etdi. Forum ishtirokchilari nafaqat o'z biznesini yo'lga qo'yish, balki innovatsiya orqali unga zamon talabiga mos yangi nafas bag'ishlash imkoniyatlari haqida ham so'z yuritdilar. Tadbir ishtirokchilari uchun ayollar biznesiga oid soliq imtiyozlari, yuridik masalalar, bandlikni ta'minlash va elektron auksionlar orqali imkoniyatlardan foydalanish bo'yicha aniq tavsiyalar berildi. Ushbu o'quv seminarida biz ana shu ayol tadbirkorlarga auksion platformasi haqida umumiy tushunchalar berdik va undan tashqari auksion platformasidagi berilayotgan imtiyozlar, davlat aktivlari, davlatimizning obyektlari va ana shu savdoga chiqarilgan tadbirkorlik uchun yer uchastkalarini imtiyozlari, ya'ni bo'lib to'lash muddatlari va ularga berilayotgan imtiyozlar haqida umumiy tushunchalarni berdik. Nafaqat auksionda berilayotgan imkoniyatlardan tashqari hozirgi kundagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ana shu tumanlarimiz toifalarga bo'lingan, ya'ni 1, 2, 3, 4 va 5 toifalar, ana shu toifalarga bo'lingan tumanlarimizdagi savdoga chiqariladigan yer uchastkalarimizni 60 oydan to 120 oyga bo'lgan muddatda bo'lib to'lash shartlari borligi juda ham tadbirkorlarga qulay imkoniyat bo'lib xizmat qiladi. Innowoman Week 2025 haftaligi davomida tadbirkor ayollar uchun mahorat darslari, startap tanlovlari va amaliy uchrashuvlar ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu esa o'z navbatida innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.